Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari va obunachilarimiz, ishib qilib yurgan akalar. Hammaga har xil qilsak kerak. Kimga qanaqa qilsak kerakligini biz endi iloji boricha qo'yib boryapmiz. Telefon qo'yib qanaqa qilsak kerakligini aytib va hozir tayyorlab beramiz, harakat qilib. Lozim tayyor o'tirgan pritsepimiz 1.40 2.60 pritsep. Balonlari 15, Lasetti pista, Kobalt balon, resorlar, katta mashinaning resori, ramalari shimler, ishlar asosiy chiqish ushlash joyi ham shimler. Bu yaponiy list qoplanadi, 2lik yo 1.8 listdan bo'ladi, qora listdan bo'ladi. To'rt poli. Qolaversa instrumentlarni kontrga qatirganmiz, keyin razval qilsa bo'ladi ularni. Mana shu yerda bo'shatib avvalgi planka tiqib razval qilib olishingiz ham mumkin. Avval bo'lmaydi, bilib bo'lmaydi endi. Yozorlarni cho'tga qilib qo'yganmiz. Xohlasa tayyor bo'lib qoldi. Pritsepimiz Marg'ilonga ketadi. Yo'labangi sun'iy varianti. Shunlardan qo'yilib tayyorlamoqdamiz. Pritseplarimiz qiziq bo'lsa, uni telefon qilib namlovasini bilib, razmerlar qanaqa chiqishligini, farkoblar qanaqa mashinaga qo'yilishligini bilsangiz birovlarni. Farkoblarimiz hamma barcha mashinaga bor, Inamarka, o'zimizda qolaversa Jen. Pritsepimiz og'irligi o'zini tarasi 210 kg bo'ladi bu. Şimdi og'irroq bo'ladi, chunki 2 listdan qoplanadi polni portiga. Balonlarimiz ham Perigon balon. Bitta tormoz yo'q, kuchlanish yo'q, ancha yuradi bu balonlar. Stoplarimiz 10 mi? Stoplarni ham ichkariga qotadi, stop sinmaydi, bu narsa ziyon qilmaydi. Pritsepdan ichkarida bo'ladi. Oldini ko'targanda ham ana shu duvga tegadi. Birinchi bu. Ish qilmaydi. Stopga ziyon tegmaydi nima? Xohlasa ertaga bitganni ham qo'yamiz buni, kraskalarni qilib, lotlarni qo'yib. Xo'sh, bu dishdagi zamir qo'yiladi. 1 tonna 600 ligini qo'yamiz bitga. Choklarni orasi germetik bo'ladi, zang otmasligi uchun, chiqmasligi uchun. Yana ishlab chiqiladi. Qo'l avtomatda ishlaymiz, qolaversa keyin to'g'ri. Hozir ko'rinmasa kerak, ko'ringan bo'lsa yaxshi. Faqat bu pritsepimizda arqani o'zi ochiladi. Oldin ochiladigan qilsa ham bo'ladi lekin. Bu Kobalt qo'llanadi bu pritsepimiz.
Razmerini aytib o'tdik. 1.40 ga 2.60. Baholasa ertaga tayyorlab harakat qilamiz. Takliflarimiz yoqqan bo'lsa like tugmasini bosib obuna bo'lib qo'yasizlar akalar, bizni kuzatishda davom etinglar. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'ysalang, ko'pchilik shular rasmga skrinshot qilib oldim deyapti, relisdan. Obuna tugmasini bosib qo'ysalang ekan, xudo xolasa har kuni qo'yib borishyapmiz, harakat qilamiz har kuni qo'yib borishga. Qo'lim tegmayapti, endi iloji yo'q qo'yyapmiz. Klientlardan sap olmasin deb telefonni qo'lga olib obzor qilgani ham qo'l tegmayapti. Ko'proq shuning uchun reels qo'yib boryapmiz, qisqa videolarni qo'yyapmiz. Instrumentlar bo'shab ketmasligi uchun saniyli voltga qotiriladi. Bular bo'lmaydi, bo'shab ketishi mumkin do'g'ri yamalarda. Kontrga qilib tepasiga saniyli voltga qo'yib yuborganmiz. Albatta kuch kelganda ham shu saniyga bo'shamaydi. Uni hamma bilsa kerak, o'zi biladi ham. Bizdan mutaxassislar bor hadavoy bo'yicha. Qo'ldan kelgancha harakat qilib yig'yapmiz mana. Qulay bo'lsa bemalol aloqaga chiqa olasizlar akalar. Nomerni yozib qoldirib qo'yamiz.